bemorlarimizga mototsiklda avtohalokat natijasida tan jarohati olib keldilar. Muvozanatni yo'qotib, orientirni ololmay, futbolga sakraganman, to'pga yiqilib sindirib qo'yganman-da. Qoching degan payt isbot qilolmay qoldim-da men. Baribir misol uchun o'zingizda oyog'ingizda bo'lmaydi-da. Shunga keyin devorlar ham yiqilib chiqinlari qarab qochib qolganim tufayli men shunday bo'lib qoldi. ekranda kuzatib turdim. Haqiqatan o'z ishini ustalari ishlari. Qo'limizdan keladi deb qilib taqib tug'urlab berishdi suyaklarimni. Bilmaganman, lekin mana shu borligini. Assalomu alaykum. Javohir klinikasini YouTube platformasida kuzatuvchilari. Men Ashurov Nodir Zokirovich, ortoped travmatologman. Men sizlarga hozirgi kunda Javohir klinikasida qilinadigan murakkab operatsiyalar haqida ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir men sizlarga Javohir klinikasiga 3 ta og'ir ahvolda murojaat qilib kelgan bemorlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. 3 ta bemorimizni qanday holatda kelganlari va hozirda qay holatda ekanliklari to'liq sizga yoritib beriladi. Birinchi bemorimiz Sharif aka 41 yoshdalar. Bemorimiz bizning klinikamizga mototsiklda avtohalokat natijasida tan jarohati olib keldilar. Bemorimizga o'ng boldir suyaklari pastki uchligidan ochiq parchalanib simsilishi diagnozi qo'yildi. Yaxshimisiz, hurmatli yurtdoshlar, vohadoshlar. Men Ishtirobov Sharif Samadovich 1984-yil 11-oy 11-sanada tug'ilganman. Muborak tumanidanman. Oyog'im sinishiga bo'lgan voqea mototsikl boshqarib ketayotgandim. Kuzovli mototsikl. O'shanda burilish, chap tomonga burilishga kelib qolganda muvozanatni yo'qotib, orientirni ololmay bordyurga betonga qisildi-da oyoq. Shu jarohatdan ochiq sinish bo'lgan. Ham sinish, ham jarohat. Davolanishimiz kerak deb mana shu Javohir Medical klinikasini tarmoqlardan daraklab topdik. Bu yerda kuchli mutaxassis bor ekan, o'z ishining ustasi, Ashurov Nodir doktor, travmatolog. Bu kishiga kattadan katta rahmat aytaman. Juda ajoyib davolayapti. Davolanish jarayonida men sezdim shuni. Va gips bo'lmadi. Pirozga qilib turibdi ochiq jarohat bor uchun. Elzirf apparatiga qo'yilgan oyog'im. Hozirda yaxshi holatim. Telegramlardan keyin birga ishlagan mutaxassislardan so'rab surishtirib topishdik. Bu shifoxonani hamma xizmatlari juda ajoyib. Ayniqsa vrachlar juda malakali, mutaxassis bo'lib ketishgan. O'z ustida ko'p ishlagan, shundan seziladi. Men shuni sezdim. Boshqa vrachlar davolanolmaganligi uchun boshqa tumanlardan shu yerga keldimda bo'layotgan. Operatsiya davomida men yarim narkozda edim. Beldan past qismiga narkoz yuborilgandi. Hech qanaqa og'riq sezganim yo'q. Juda yengil o'tdi. Bu operatsiya jarayonini ekranda kuzatib turdim. Haqiqatan o'z ishining ustalari ishlari. Juda yaxshi operatsiyadan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Kelgan kunimdan boshlab 7 kun davomida tortma ravishda tortib qo'yildi suyaklar bir-biriga. Keyin operatsiya bo'ldi. Avvalambor bunaqa ba'zi hodisaga hech kimni uchrashini xohlamaymiz. Va shunday hodisa bo'lgan taqdirda ham ajoyib shifoxonalarda variantlarni ko'rib chiqib, kuchli mutaxassislarga uchrash kerak. Keyin jamiyat talabi hushyorlik juda kerak texnika boshqaradiganlarga. Shularni men hammasidan odamlardan iltimos qilaman hushyorlikni oshirishni. Ikkinchi bemorimiz Ilhom aka 41 yoshdalar. Bemorimiz bizning klinikamizga bir kun avval futbol o'yini natijasida travma olib murojaat qilib keldilar. Bemorimizga chap son suyagi bo'yinchasidan yopiq simsilishi diagnozi qo'yildi. Hakimov Ilhom 1984-yil Qarshida tug'ilganman. Futbol o'ynab oyog'imni sindirib qo'yganman. Endi futbolga sakraganman, to'pga yiqilib sindirib qo'yganman-da. Tez yordamga bordik, keyin protez qo'yish kerak deyishdi. Boshqa variantlarni aytishmadi, protez qo'yish kerak deyishdi. Keyin internet, YouTube tarmog'idan saytini ko'rib, tanishib chiqdimda, rentgen rasmini tashlaganimizdan keyin suyakni saqlab qolish imkoniyat borligini aytishdi. Keldi, shu kelgan kunimizdan operatsiya qilib, yaxshigina o'zim suyagimni qotirib, chiroyligina qilib taqib berishdi. Protezni endi hozir zamon rivojlangan-ku, internet tarmoqlaridan ko'rdim. 10 yil, 15 yil
agar misol uchun bir kuchliroq shamollash bo'lsangiz, misol uchun o'shangacha ham bormaydida, suv yig'ilar ekanda, keyin yiringlash holati bo'lib, protez almashtirilar ekan. Baribir misol uchun o'zingizni oyog'ingizdek bo'lmaydi-da. Bu yoqqa kelganimizga bizga endi 3 xil variant aytishdi. Protezda ham aytishdi. O'zim suyunma hozirgidek deylik qandaydir samariyasda narsa boltlarga tortib qotirib berishdi. Yana bir qilchasini aytishdi. Lekin biz o'zimiz xohlagan usulga aytdik, qilib beramiz, qo'limizdan keladi deb qilib to'g'irlab berishdi suyaklarimni. Hozir og'riqlar ishqili yo'q. Vrach Ashurov Nodirga, travmatolog. Shu davolarlar. Operatsiya jarayoni to'g'risi bundan oldin operatsiyalarga bir ikkita mayda operatsiyalarga kirganman, bularniki zamonaviy. Ammo yangi apparaturalar bor. Misol uchun og'riq umuman yo'q. Kiras narkoz berishadi. Operatsiya qilib. Zo'r. Menimcha doktor bo'lmasam ham menimcha professional deb o'ylayman bularni. Umurtqamdan narkoz berishdi. Shu oyog'im mana bo'lgancha oyog'im taraf yaxlatildi, narkoz yordamida yaxlatildi, lekin yarim tanam polni ko'rib turuvdi hammasi. Jarayonni ham o'shancha o'zim ko'rdim. Endi og'izdan og'izga eshitgandim, to'g'risi boshimga tushgan uchun internet tarmoqlariga kirdim, YouTube, asosiy YouTube kanalidan ko'rdimda, keyin murojaat qildim YouTube kanalidan. O'z tez yordamni o'shandan ko'rganimdan o'sha misol uchun qiziqib, so'rashtirib, tez yordamdan to'g'ri shu yoqqa keldim. Men protezni xohlamaganimdan keyin boshqa taraflarga qidirib ko'rasiz-ku variantlarni. Bo'lmasa Toshkentga ketish ehtimoli yuqoriroq edi. Kelganimdan birinchi o'ringa analizlarni olishdi. Rentgenlarni qilishdi. Hamma xulosalarni olishgandan keyin o'sha kunni o'ziga ana operatsiyaga kirdim. Endi yomon tarafini ko'rmayman. Xushmon bilan hamma. O'zining ishiga mas'uliyatli. Hamma joy toza, ozoda, menimcha idealniy. Tavsiyam endi bedaniya chetga chop ketmaslik kerak. O'zimizga mana shunday yaxshi klinika bor. Murojaat qilishsa. 3-bemorimiz Odil aka 50 yoshdalar. Bemorimiz klinikamizga kelishidan 1 soat avval devor bosib qolishi natijasida tan jarohati olganlar. Bemorimizga chap boldir suyaklari o'rta uchligidan ochiq parchalanib siljishi diagnozi qo'yildi. Men Ismoilov Odil Xudoyorov 1975-yil tug'ilganman. G'uzor shahridan kelganman. Kasbim ustachilik. Ham sanashi endi baxtsiz hodisada. Ishlayotgan paytim, devor terayotgan paytim, bir kanaldan tergan devor valla orqasini torpaqa to'ldirgan, og'nab ketdi-da. Qoching degan payt isbit qilolmay qoldim-da men. Ustimga keyin devorlar hali ham yiqilib chiqinlariga qarab qochib qolganim tufayli shunday bo'lib qoldi. Hali ham Xudoga shukr shahar. Chiqarib mashinaga mindirishib, G'uzorga olib boraman degan edi. Men yaxshi joyga olib boringlar dedim. Xudodan so'radim, shu paytam. Qarasam, mana shu Javohir klinikasi zo'r joyga ketgan ekan. Xudoning o'zi shu yerga yetkazgan ekan. Bilmadim bu. Ochiqda. Faqat Xudodan so'raganman. Men yaxshi joyga borishim kerak, davolanishim kerak, yaxshi bo'lish kerak oyog'im. Bilmaganman, lekin mana shu yerda borligini, nima qilishini kelganman, mana shu yerga kelganman. Ashurov Nodir degan doktorga kelib tushdim. Yaxshi. Zo'r kelgan paytim juda vaziyatim og'ir edi. O'zimdan o'zim ko'zim qo'rquvdi. Ochiqda. Xudoga shukr, oyog'im yaxshi, og'rimaydi. Javohir klinikasining doktorlarining hammasi professional yaxshi ekan. Turar joyi ham, sharoit ham, nimalari ham, doktorlari ham o'z vaqtida qaraydi. O'z vaqtida muolajani qiladi. Toshkentga borib, chetga borib, Choyburgacha o'zimizni mana shu yerimizga kelgani yaxshi-da. Kelganimdan keyin turkin tosh qo'ydi oyog'imga. Singanda suyakni tortish, bir-biriga tortib to'g'ri keldirish uchun turkin tosh qo'ydi. Turkindan keyin operatsiyaga kirgizdi. Og'riqlar sezganim yo'q. Narkoz bergan, hech nimani sezganim. Tosh ozib qo'ygan vaqtlari ham og'riq sal bilinardi. Keyin operatsiya jarayonida umuman bilganim. Hozir ham zo'r. Bizning Javohir klinikamizda travmatologiya sohasida amalga oshiriladigan eng yuqori texnologiyali operatsiyalar, xususan chanoq son bo'g'im va tizza bo'g'imlarini total endoprotezlash operatsiyalari, uzun naysimon suyaklarni bloklovchi intramedulyar osteosintez operatsiyalari, ya'ni bios operatsiyalari, ochiq sinishlarda Elizarov apparatida
suyaklarni kompression distraksiya osteosintez qilish operatsiyalari yo'lga qo'yilgan.